Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. SSSR davrida ishlagan, ya'ni Sovet davrida ish stajiga ega bo'lgan pensionerlarni pensiya bo'yicha kutilmagan yangiliklar. Qayta hisoblash imkoniyatlari va ayrim hollarda noqulay savollar kutishi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar, balki ota-onasi, buvisi yoki bobosining hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar uchun ham juda muhim. Agar o'ylangizda SSSR davrida zavodda, kolxozda, sovxozda, maktabda, kasalxonada, qurilishda, temir yo'lda yoki boshqa tashkilotlarda ishlagan pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta eski mehnat daftarchasi, bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki unutib yuborilgan ish davri pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun oddiy tilda amaliy misollar bilan nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'rdimki, pensionerlarning eng katta muammosi pensiya qonunini bilmaslik emas, balki o'z stajini to'liq isbotlay olmaslikdir. Ayniqsa SSSR davrida ishlagan odamlar uchun bu juda dolzarb. Chunki u paytda hamma narsa qog'ozda yuritilgan, mehnat daftarchasi, buyruqlar, ish haqi vedomoslari, kolxoz a'zoligi daftarchasi, harbiy xizmat hujjatlari, dekret ta'tili, o'qish davri, boshqa respublikalardagi ish joylari. Oradan o'tib 40 yil o'tdi. Korxona tugatilgan, nomi o'zgargan, arxiv boshqa joyga topshirilgan, ba'zi hujjatlar esa yo'qolgan bo'lishi mumkin. Avval ko'pchilik shunday deb o'ylardi. Pensiya tayinlangan bo'lsa bo'ldi. Endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Bu noto'g'ri fikr. Agar pensionerda ilgari hisobga olinmagan ish staji bo'yicha hujjat paydo bo'lsa yoki eski hujjatlardagi xatolar tuzatilsa, pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Albatta bu hamma uchun avtomatik tarzda bo'lmaydi. Hech kim uyma-uy yurib, sizning 1978 yildagi stajingiz topildi, pensiyangiz oshadi deb kelmaydi. Odatda pensioner yoki uning yaqinlari o'zi murojaat qiladi, hujjat yig'adi, ariza yozadi va tekshiruvdan o'tadi. Hozirgi o'zgarish shundaki, davlat idoralari, arxivlar va raqamlashtirish jarayonlari ancha faollashdi. Oldin faqat mehnat daftarchasiga qaralgan bo'lsa, hozir qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar ham katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, korxona arxividan olingan buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, kolxozdagi mehnat kunlari bo'yicha hujjat, kasaba uyushmasi bileti, harbiy bilet, diplom, bola parvarishi davrini tasdiqlovchi hujjatlar. Ya'ni hujjat yo'q ekan, hammasi tugadi degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Ba'zan hujjat boshqa arxivda, boshqa nom ostida, hatto boshqa viloyatda yotgan bo'ladi. Yana bir muhim jihat. SSSR davrida O'zbekiston hududida ishlaganlar bilan boshqa ittifoq respublikalarida ishlaganlarning holati bir xil emas. Masalan, kimdir Toshkentdagi zavodda ishlagan, kimdir Qozog'istondagi shaxtada, kimdir Rossiyaning Sibir hududida qurilishda, kimdir Tojikistonda maktabda dars bergan. Bunday hollarda hujjatni topish va tan oldirish jarayoni murakkabroq bo'lishi mumkin. Lekin murakkab degani imkonsiz degani emas. Asosiy qism ilm. Kimlar e'tibor berishi kerak va kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Men birinchi navbatda quyidagi toifadagi pensionerlarga alohida e'tibor berishni maslahat beraman. Birinchisi, pensiyasi juda kam chiqayotgan, lekin o'zi ko'p yil ishlaganiga ishongan odamlar. Masalan, kishi 35 yil ishlaganini aytadi, lekin pensiya hisobida 24 yil ko'rsatilgan. Bu yerda albatta savol tug'iladi. Qolgan 11 yil qayerda qoldi? Balki mehnat daftarchasida yozuv o'qilmagan, muhr aniq bo'lmagan, ishga kirish yoki bo'shash buyruq raqami tushmagan, korxona nomi noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, kolxoz va sovxozlarda ishlagan pensionerlar. Bu juda nozik masala. Chunki Sovet davrida kolxozdagi ish har doim ham oddiy korxonalardagi kabi to'liq rasmiylashtirilmagan. Ayrim hollarda mehnat daftarchasi bo'lmagan, faqat kolxoz a'zoligi daftarchasi, mehnat kunlari, dalada ishlagan davr bo'yicha ro'yxatlar bo'lgan. Masalan, ayol kishi 1975 yildan 1990 yilgacha paxta terimida, ferma ishida, dala brigadasida ishlagan, lekin mehnat daftarchasida faqat 1902 yildan keyingi davr bor. Agar arxivdan 1975-1972 yillardagi kolxoz a'zoligi yoki ish haqi bo'yicha ma'lumot topilsa, bu pensiya stajiga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchisi, boshqa respublikalarda ishlaganlar. Masalan, bir pensioner 1980-1988 yillarda Rossiyada qurilish tashkilotida ishlagan, keyin O'zbekistonga qaytgan.
mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona muhrida eski turkcha nom, tashkilot tugatilgan, arxiv manzili noma'lum. Bunday holatda pensiya organi ba'zan qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar ish haqi ma'lumotnomasi yoki arxiv javobi topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli paydo bo'ladi. 4-si ayollar. Ayniqsa sovet davrida ishlagan, keyin bola parvarishi sababli tanaffus qilgan ayollar. Ko'p ayollar men ishlamadim, uyda bola boqdim, bu stajga kirmaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga kiritilishi mumkin. Bu yerda har bir holat alohida tekshiriladi. Bola tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Masalan, ayolning mehnat daftarchasi qizlik familiyasida, hozirgi pasport esa turmushdagi familiyada. Agar nikoh guvohnomasi bo'lmasa, hujjatlar bir odamga tegishli ekanini isbotlash qiyinlashadi. Endi aniq misol keltiraman. Faraz qilaylik. Akmal aka 1959 yilda tug'ilgan, 1991 yildan 1991 yilgacha Toshkent viloyatidagi zavodda ishlagan. Keyin 1992 yildan 2019 yilgacha turli tashkilotlarda ishlagan. Pensiyaga chiqqanida unga 31 yil staj hisoblangan. Lekin o'zi hisoblab ko'rsa, kamida 38 yil bo'lishi kerak. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, 1997 yillardagi zavod yozuvlarida muhr xira bo'lgani uchun ular to'liq qabul qilinmagan. Akmal aka arxivga murojaat qiladi. U yerdan ishga qabul qilish buyrug'i, bo'shash buyrug'i va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma oladi. Shundan keyin pensiya organiga ariza beradi. Agar hujjatlar qonuniy tasdiqlansa, uning staji o'shishi va pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Yana bir misol. Saodat opa 1976 yildan 1990 yilgacha kolxozda ishlagan. Mehnat daftarchasida esa faqat 1964 yildan yozuv bor. U ko'p yillar pensiyasi kamligidan norozi bo'lgan, lekin baribir foydasi yo'q deb yurgan. Farzandi tuman arxivga so'rov beradi. Arxivda kolxozning eski hujjatlari saqlangan bo'lib, 1978, 1979, 1980 yillardagi mehnat haqi vedomotslarida Saodat opaning ismi chiqadi. Keyin qo'shimcha tekshiruv qilinadi, familiya va tug'ilgan yil mos keladi. Natijada oldin hisobga olinmagan davrini tasdiqlash imkoniyati paydo bo'ladi. Bu kabi holatlarda pensiya miqdori katta sakrash bilan oshadi deb va'da berib bo'lmaydi. Lekin oyiga hatto 100 ming yoki 200 ming so'm qo'shimcha ham pensioner uchun sezilarli yordam. Kimlar esa ortiqcha xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning barcha ish davrlaringiz mehnat daftarchasida aniq yozilgan bo'lsa, pensiya tayinlanganda barcha hujjatlar qabul qilingan bo'lsa, pensiya hujjatlarida staj to'liq aks etgan bo'lsa, alohida vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin baribir bir marta pensiya hisobida qancha staj olinganini bilib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki odam o'z umrida qayerda qancha ishlaganini biladi. Lekin pensiya hujjatida aynan nimalar hisobga olinganini ko'rmaguncha xotirjam bo'lish qiyin. Endi eng muhim joyga keldik. SSSR davridagi ish staji bo'yicha eng katta tuzoq hujjatda kichik xatolardir. Masalan, mehnat daftarchasida ism Abdulla deb yozilgan, pasportda Abdullo yoki otasining ismi bir joyda Karimovich, boshqa joyda Karim o'g'li yoki tug'ilgan sana 1978 yil o'rniga 1990 yil ko'rsatilgan. Ko'pchilik bu mayda narsa-ku deydi. Lekin hujjat bilan ishlaydigan idora uchun bu mayda narsa emas. Chunki ular hujjat aynan sizga tegishli ekanini aniqlashi kerak. Agar shubha bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Ikkinchi nozik jihat, korxona nomining o'zgarishi. Sovet davrida bitta zavod avval boshqacha nomlangan, keyin ishlab chiqarish birlashmasi bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin tugatilgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida eski nom turadi. Arxivda esa yangi nom bo'yicha hujjat saqlangan. Bunday paytda korxonaning qayta nomlanganini tasdiqlovchi ma'lumot ham kerak bo'lishi mumkin. Aks holda bir qarashda ikki xil tashkilotdek ko'rinadi. Uchinchi tuzoq og'zaki guvohlik bilan masalani hal qilish mumkin deb o'ylash. Men bilan birga ishlagan qo'shnim guvohlik beradi deyish har doim ham yetarli emas. Guvohlar ayrim hollarda yordam berishi mumkin, lekin pensiya staji asosan hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Shuning uchun men har doim birinchi navbatda arxiv, korxona vorisi, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi kabi rasmiy manbalarni qidirishni maslahat beraman. 4-chi nozik jihat ish haqi masalasi. Ba'zi pensionerlar faqat stajga e'tibor beradi. Lekin Sovet davridagi ish haqi ma'lumotlari ham ayrim holatlarda pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin.
Masalan, odam oddiy ishchi emas, yuqori malakali mutaxassis bo'lgan, yaxshi oylik olgan. Lekin pensiya tayinlanganda bu ma'lumotlar to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Albatta, pensiya hisoblash formulasi murakkab va har bir davr bo'yicha alohida qoida bor. Lekin shuni tushunish kerakki, faqat necha yil ishlaganman emas, qaysi davrda qancha ish haqi olganman degan savol ham muhim bo'lishi mumkin. 5-masala, chet davlat arxivlari. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSSR davrida Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Ukraina yoki boshqa respublikada ishlagan bo'lsa, hujjatni olish ko'proq vaqt oladi. Ba'zan arxivga rus tilida so'rov yozish kerak bo'ladi. Ba'zan tashkilot tugatilgan bo'ladi. Hujjatlar viloyat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Ba'zan esa javob bir necha oyda keladi. Shuning uchun bunday ishni oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. Pensionerning yoshi katta bo'lsa, farzandlari yoki ishonchli vakil yordam berishi juda foydali. 6-muhim jihat, pensiyani qayta hisoblash hamisha orqaga qarab katta pul to'lanadi degani emas. Ko'pchilik agar 10 yil oldin hujjatim hisobga olinmagan bo'lsa, menga 10 yillik farqni berishlari kerak deb o'ylaydi. Amalda esa qayta hisoblash qaysi sanadan, qaysi asosda va qaysi tartibda qilinishi qonunchilikka bog'liq. Ko'p hollarda yangi hujjat taqdim etilgan kundan yoki belgilangan tartibdagi murojaatdan keyin hisob qayta ko'riladi. Shuning uchun vaqtni cho'zish zarar. Hujjat topildimi? Darhol murojaat qilish kerak. 7-tuzoq, vositachilarga aldanish. Men arxivdan hujjat chiqarib beraman, pensiyangizni 2 barobar oshirib beraman degan odamlarga ehtiyot bo'ling. Hech kim qonundan tashqari pensiyani oshirib bera olmaydi. Hujjat haqiqiy bo'lsa, tartib bo'yicha ko'rib chiqiladi. Hujjat soxta bo'lsa, bu juda jiddiy muammo keltiradi. Men tomoshabinlarga qat'iy aytaman. Faqat rasmiy arxiv, rasmiy idora, qonuniy ishonchnoma va yozma ariza bilan ishlang. Endi men sizga aniq reja beraman. 1-qadam, uydagi barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski pasport nusxalari, harbiy bilet, diplom, kolxoz daftarchasi, kasaba uyushmasi bileti, ish haqi ma'lumotnomalari, mukofot yorliqlari, buyruq nusxalari, tug'ilganlik va nikoh guvohnomalari, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, hatto eski suratlar, guvohnomalar, ruxsatnomalar ham ba'zan qaysi tashkilotda ishlaganingizni aniqlashga yordam beradi, lekin asosiy kuch rasmiy hujjatlarda bo'ladi. 2-qadam. O'zingizning ish tarixingizni qog'ozga yozib chiqing. Masalan, 1904-1908 yillar maktabda o'qish, 1908 yillar harbiy xizmat, 1909-1909 yillar zavod, 1909-1912 yillar kolxoz, 1909-2005 yillar firma, 2005-2020 yillar davlat tashkiloti. Har bir davr yoniga manzil, tashkilot nomi, lavozim, taxminiy rahbar nomi, qaysi tumanda bo'lganini yozing. Bu ro'yxat arxivga so'rov berishda juda kerak bo'ladi. 3-qadam. Pensiya organiga murojaat qilib, sizning pensiyangiz tayinlanganda qaysi stajlar hisobga olinganini aniqlang. Men tavsiya qilaman, og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada mening pensiyam tayinlanishida hisobga olingan ish stajlari ro'yxati va hisobga olinmagan davrlar bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Shunda siz qayerda bo'shliq borligini bilib olasiz. 4-qadam. Agar bo'shliq aniqlansa, arxivga murojaat qiling. Agar korxona hozir ham mavjud bo'lsa, avval korxonaning kadrlar bo'limiga yoki arxivga boring. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga so'rov yuboring. So'rovda aniq yozing. Falon yillarda falon tashkilotda ishlagan. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shash buyruqlari, ish haqi vedomoslari. Shaxsiy tarkib bo'yicha hujjatlar mavjud bo'lsa, ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, o'sha davrdagi familiya albatta ko'rsatilishi kerak. 5-qadam. Hujjatlardagi xatolarni tekshiring. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasini qo'shing. Agar ismda farq bo'lsa, shada yayo orqali ma'lumot oling yoki zarur bo'lsa sud orqali hujjatning tegishliligini aniqlash masalasini ko'rib chiqing. Men darhol sudga yuguring demayman. Avval pensiya organi va arxiv bilan gaplashing. Ular qanday hujjat yetishmayotganini aniq aytadi. Lekin ayrim hollarda hujjat aynan sizga tegishli ekanini sud tartibida tasdiqlashdan boshqa yo'l qolmasligi mumkin. 6-qadam. Barcha topilgan hujjatlarni nusxa qilib tayyorlang. Lekin asl nusxalarni yo'qotmang. Asl hujjatlar juda qimmatli.
Ayniqsa Sovet davridagi mehnat daftarchasi bir dona bo'ladi. Uni hech kimga tilxatsiz bermang. Agar idoraga topshirish kerak bo'lsa, qabul qilgani tasdiqlovchi belgi, ro'yxat yoki tilxat oling. Hujjatlaringizni papkaga joylang, har biriga alohida nom qo'ying. 7-qadam. Pensiyani qayta hisoblash uchun yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiyani yangi taqdim etilayotgan ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar asosida qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman. Arizaga arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Zarur bo'lsa, ishonchnoma va familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. 8-qadam. Javobni kuting va natijani tekshiring. Agar pensiya oshirilsa, qaysi sanadan oshirilganini, qancha staj qo'shilganini va yangi miqdor qanday chiqqanini so'rang. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bo'lmaydi degan og'zaki javob bilan to'xtamang. Yozma javob bo'lsa, uni yuqori tashkilotga yoki zarur bo'lsa sudga shikoyat qilish imkoniyati bo'ladi. 9-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar arxivga borishga, internet orqali so'rov yuborishga, rus tilida xat yozishga qiynaladi. Bu yerda farzandlarning yordami juda katta. Ishonchnoma rasmiylashtirib, ariza topshirish, hujjatlarni tartibga keltirish, arxiv bilan bog'lanish mumkin. Men ko'p ko'rganman. Farzandlar 1-2 hafta vaqt ajratib, onasi yoki otasining yillar davomida hisobga olinmagan stajni topib bergan. 10-qadam. Hamma narsani bugundan boshlang. Keyingi o'y boraman. Bahorda tekshirtiraman. Pensiya baribir kam deb yurish foyda bermaydi. SSSR davridagi hujjatlar yildan yilga topilishi qiyinlashishi mumkin. Arxiv xodimlari ham aniq ma'lumot bo'lsa tezroq topadi. Shuning uchun bu gunoh mehnat daftarchasini oching. 1-sahifasidan oxirigacha ko'rib chiqing. Qaysi yillar yo'q, qaysi yozuvlar xira, qaysi muhr o'qilmaydi, barchasini belgilang. Demak, SSSR davrida ish stajiga ega bo'lgan pensionerlarni haqiqatan ham muhim syurpriz kutishi mumkin. Bu syurpriz yaxshi ham bo'lishi mumkin. Ilgari hisobga olinmagan staj topilib, pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Lekin noqulay ham bo'lishi mumkin. Hujjatda xato chiqadi, arxiv topilmaydi. Qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Eng to'g'ri yo'l vahima qilish emas, hujjatlarni tartibga solish. Rasmiy murojaat qilish va har bir davrini dalil bilan isbotlashdir. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Eski mehnat daftarchasini e'tiborsiz qoldirmang. Unda sizning butun mehnat hayotingiz, ba'zan esa pensiyangiz taqdirini o'zgartiradigan ma'lumot yotgan bo'lishi mumkin. Agar oilangizda Sovet davrida ishlagan pensioner bo'lsa, bugun shu videodan keyin hujjatlarni birgalikda ko'rib chiqing. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz SSSR davrida qayerda ishlagan, pensiya hisobida staj to'liq olinganmi? Arxivdan hujjat olishda qiynalganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi yoki bobosi bo'yicha pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri maslahat pensionerning har oy oladigan daromadiga real ta'sir qilishi mumkin.